seminar mashg'uloti shundoqmi? Demak, bugungi seminar mashg'ulot mavzumiz Abdulla Avloniy she'rlari tahlili va tavallo she'riyatida millat va milliyat masalalarining yoritilishi deb nomlanadi. Mavzumiz 4 ta reja asosida ochib beriladi. Bugungi dars mashg'ulotimizda aynan shu mavzumiz doirasida quyidagi rejalar tanlangan. Rejalar asosida ketma-ket ravishda mavzu ochib boriladi. Birinchi rejamiz Abdulla Avloniyning lirik merosi nomlanadi. Ikkinchi rejamiz Abdulla Avloniyning Istamas g'azali va Biz millat she'rlari tahliliga qaratiladi. Va uchinchi rejamiz Tavalloning Ravnaq Islom to'plamiga kiritilgan she'rlar va hajviyalar tahliliga qaratiladi. Va to'rtinchi oxirgi rejamiz Tavalloning Ohu hasrat g'azalida maktab va ta'lim masalasi yoritilishi deb nomlanadi. Rejalar 4 ta reja asosida, ya'ni mavzumizga tanlangan 4 ta reja asosida tanlab kelingan shartlar ham mavjud. Shu shartlar asosida mustahkamlab boriladi. Shu mahallasidagi eski maktabga borib, Akrom domladan savol chiqaradi. Uni 90-yilda tugatgach, shu mahalladagi madrasada tahsil olgan. Ilmga bo'lgan mehnat tufayli keyinchalik o'sha Qahramonburdagi Abdumalikboy madrasasida mulla Umar oxirida tahsil oladi. Ammo qiyinchilikning og'irlashuvi o'qishga imkon bermaydi. 1991 yildan boshlab faqat qish kunlarida o'qib, boshqa fasllarda maktab ishlarini yozadi. Avloniyda she'riyatga oshuftallik bolalik chog'laridan shakllangan bo'lsa-da, ilk she'riy mashqlarni 15-16 yoshlaridan boshlab yoza boshlagan. Uning ilk she'ri 1894 yilda tug'ilgan. Onda qatnasha boshlagan. So'ngra zo'r ishtiyoq bilan qo'lni o'rganadi. San'iy va hozirgi olamdan zavq-shavq oldi. Nihoyat ular o'z samarasini berib, shoirning o'zi she'r yozishga tutildi. Afsuski, shoirning yoshlikdagi asl she'rlari bungacha saqlanmagan. Lekin ayrim iste'dod sohiblariga nisbatan kirib-kirish degan ibora unchalik to'g'ri emasdek tuyuladi. Chunki ular kutilmaganda yarq etib paydo bo'ladilar. Kechagina junjikib turgan yuraklarga hamon quyoshday yoqimli iliqlik baxsh etadilar. Inson qalbini amalga kelgan daraxtlarday uyg'otadilar. Novdalariga ezgulik mujdalarini ila boshlaydilar. Shunday sevimli ijodkorlardan biri mashhur o'zbek nafaqalari, milliy uyg'onishlari o'zbek adabiyotining taniqli vakili, shoir va yozuvchi Abdulla Avloniy 1878-yil Toshkentda Mergancha mahallasida hunarmand to'quvchi oilasida dunyoga kelgan. Shoirning otasi Mavlon aka, onasi Fatima opa farzandining shunday yetuk shaxs bo'lib yetishishlariga katta hissa qo'shganlar. Qayta bosilib chiqdi va Turkistonning juda ko'p yangi usul maktablari uchun qo'llanma bo'lib xizmat qildi. Bo'lsa-da, Avloniy uning ovozini da'vatini tillagandan keyin 1894 yildan boshlab she'r yozishga tutingan bo'lsa-da, u she'rlar bizgacha yetib kelmagan. Uning oktyabr inqilobigacha bo'lgan poetik merosi adabiyot nomining 6 qismdan iborat she'riy to'plamlarida jamlangan. Ma'lumki,
tahlil qilishimiz mumkin edi. Bulbulni bulbul o'rnida, bahorni bahor o'rnida, ma'shuqani ma'shuqa o'rnida. Lekin bu davrga kelib bu obrazlar yangicha mazmun kasb etdi. Bu qanday mazmun? Bu ya'ni istiqlol, hurlik yoki bo'lmasa ozodlik kabi ma'nolarda o'z she'rlarida shunday ma'no mazmun bilan boyidi she'riyat. Do'stlar, adabiyot tarixida juda ko'p adiblarni, ijodkorlarni she'rlarini tahlil qilganmiz. Masalan, ularda eng asosiy obraz oshiq, ma'shuqa, gul, bulbul obrazlari asosiy obraz sifatida tahlil qilinadi. Endi bu davr adabiyotiga kelib ham aynan shu obrazlar an'anaviy tarzda davom qildirib, masalan, shoirlar o'z ijodini aynan shu obrazlarga murojaat qildilar. Lekin bu obrazlar o'zgacha ohang va yangicha ma'no mazmun kasb etib boshladi. Sababi biz endi bulbul deganda, gul deganda, oshiq deganda aynan shu mumtoz adabiyotdagi oshiq timsolini emas, masalan, gul deganda biz ko'pincha ma'shuqa timsolini tushunardik. Lekin jadid she'riyatiga kelib bu obraz o'ziga xos bir ohangda ifodalandi. Qanday ohang? Avvalgi she'rlarda bu obraz qanday ma'no mazmun kasb etdi? Shu haqida demak, juda to'xtalib o'tilgan. Qanday to'plabiga kiritilgan she'rlarning ko'pchiligi barmoq vaznida yozilgan va juda ham sodda, ravon tilda, xalqchil uslubda yozilgani uchun ham xalq uni juda ham sevib, mutolaa qildi. Ilar yo'ldoshim, maktabga moyil ayladi boshim. Soldi o'rtog'ining so'zini quloq, bosdi ul ham o'quv yo'lini oyoq. Ikkisi birga bo'ldilar mullo, chiqdi xatu savod ham imlo. Klassik adabiyotimizdan ming yillardan beri ishlanib kelgan gul, bulbul, yor, amyor, may, charx, ya'ni dunyo kabi obrazlar bu davr adabiyotida jumladan avvalgi ijodlar ham boshqacha ohang, boshqacha mazmun kasb etdi. Shaxsiy adovatdan bo'ladi. Ham ishkanlar, ham nafaslardan farog'at ko'rgan, ob ko'ngli bora-bora dil jarohatdan bo'ladi. Oshna yor irodadan muqarrar chektirdilar. Hech bir ishga ko'rmadi, qiymat, haqoratdan bo'ladi. Demak, islam o'ldirmon insonlari uchramasdir shay ko'za ayshu sharoratdan bo'ladi. Shayxlar tayyor bo'lib insonlarni o'zi aybdorlariga keyingi bir sharni tushirmasliklaringiz kerak. Hozir qo'limda shoirlar od yozilgan. Qaysi shoir tushsa, belgilangan vaqt ichida kim ko'p ma'lumot aytsa, shunga yarasha baholanadi va kim ko'p ma'lumot aytgan odam g'olib bo'ladi bu shartda. Tushunmagan esa shu taraf. Ha, Siz görasizlar.
o'tamiz. Har bir guruhga 5 tadan test beriladi. Shu 5 tadan testni kim to'liq javob bersa 5 ball taqdim etiladi. Birinchi guruh 12 ball, ikkinchi guruh 7 ball, to'rtinchi guruh 9 ball, beshinchi guruh 7 ball va 12 ball bilan birinchi guruh g'olib. Testlar savol-javob bo'ladi. Bu yerda kartochkalar berilgan. Har bir kartochkada son yozilgan. Masalan, 5 ballik, 4 ballik, 3 ballik, 2 1 ballik. Har bir guruhdan bir odamni chiqadi. Bir kartochkani topadi. Do'stmetov 1904-yilda qayerga borib xizmat qilgan? Feruz nechanchi yilda o'z nomiga atab madrasa qurib bitkazadi? Umri davomida 47 yil hukmronlik qiladi. Uni dastlabki 10 yilini o'zi mustaqil boshqargandan keyin yilini chorvasiyasi boshqa bo'lgandan keyin shuni qaramog'i ostida boshqaradi.